Ayol kishilar ko'pincha SMSda urushar ekanda erkak bilan. Turmush o'rtog'i yoki sevgilisi bilan SMSlar orqali janjal qilar ekan. Bu eng katta xato ekan do'stlar. Chunki SMSda u sizni haqorat qilganda, siz uni haqorat qilganingizda u haqorat so'zlarni siz qayta-qayta o'qirkansiz va bu baxtsizlikni miya qayta-qayta yashab o'tar ekan. Ya'ni o'ziga muammo orttirgan bo'lar ekan. Sog'lig'ingizga zarar qilgan bo'lasiz. Sochingiz to'kilishni boshlaydi, suyagingizgacha oqarishni boshlaydi. Shuning uchun esingizdan chiqarmang. Yuz-yuziga gaplashgan, yuzma-yuz gaplashgan eng yaxshi va foydali ekan. Bir marta gaplashasiz, bo'ldi. Lekin SMSda nima deydi, janjallashish, haqoratlab urushish, bunaqa to'polonlar SMSda bo'lishi kerak emas ekan. Sog'lig'ingiz kerak bo'lsa, sochingizni to'kilmasligini xohlasangiz, umuman davleniyangiz oshishini xohlamasangiz, o'sha SMSlarni qayta-qayta o'qishni xohlamasangiz, janjal qilgis kelib turgan bo'lsa, uni yoningizga kelishini yoki jonli ko'rishishingizni kuting. Bu siz uchun ko'proq foydali. Bu sizning sog'lig'ingiz uchun ko'proq foydali ekan. Ayollar, hurmatli ayollar, bu aytmoqchi bo'lgan ilmimni hali siz eshitmagan bo'lishingiz mumkin. Shunga o'xshagan shotka olamiz. M-kosmetikda hamma parfumeriya yoki kosmetika magazinlarida topishingiz mumkin va bu shotkani butun vujudingizga shunaqa tepaga harakatlantirasiz yoki bo'yningizda shunaqa harakatlantirgan paytingizda bu shotka siznidagi vujudingizdagi qon aylanishini go'zallashtirib, ya'ni aktivlashtirib beradi. Inson qachon go'zal bo'ladi, bilasizmi? Qachonki qon aylanishi go'zal bo'lsa va bu shotka yordamida har kun 5-10 daqiqa siz o'zingizdagi qon aylanishini tashqaridan ta'sir qilgan bo'lasiz. Hammaga go'zal va chiroyli hayot tilayman. Sog'liqli hayot tilayman do'stlarim. Sog'lom hayot haqida men sizga bitta ajoyib sirni bo'lishaman. 48 soat, 36 soat, 48 soat yoki 72 soat mobaynida siz mutlaqo ochlikda yoki faqat suv bilan o'zingizni qaytadan butun qoningizni tozalab, yangilab, o'zingizni qaytadan onadan yangi tug'ilganday hayotga qaytishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu ilm juda katta ustozlar tarafidan, katta vrachlar tarafidan bizga aytilgan ilm. 48 soatgacha mayli, 48 soatgacha siz hech narsa yemasangiz o'lib qolmaysiz va buni sinab ko'ring. Chunki 48 soat mobaynida siz hech narsa yemagan paytingizda organizm ichida o'sib chiqayotgan yangi o'simta bormi, kista bormi, nima borda, xavfli bo'lgan hamma narsani o'zi yeb kemirib bitirar ekan va natijada sizni qoningiz yangilanadi. Hozir biz nimaga ko'p kasal bo'lamiz? Qonimiz zaharlanib ketgan. Nimaga zaharlangan? Chunki ichakda, yo'g'on ichakda axlat bor. U axlat nimani hisobiga paydo bo'lgan? 30-40 yildan beri noto'g'ri ovqatlanganingiz hisobiga paydo bo'lgan. Endi siz agar o'sha 48 soat mobaynida ovqat yemaydigan bo'lsangiz, siz organizmda umuman musor qolmaydi, umuman axlat qolmaydi, zahar qolmaydi. 100% yangilanishi mumkin ekan inson. Bir sinab ko'ring. Agar sizga ma'qul kelsa, bu narsani 3 oyda bir qilishingiz mumkin.